Trollar mamlakati. Месть Хольдры. И мне оленей сыр. А мне в очередь жадный эльф. Ну когда же? Не хочу в очередь. Зачем тратить время? Ха! Стоят как овцы. О, вонючка. Это клёцки, малыш, в растопленном сыре. Пусть запах тебя не пугает. Как вкусно. Еще хочу. Иди в конец очереди. Одна миска за раз. Еще. Моя очередь. А? Хочешь есть, Хольдра? Хольдра в клёцках. Ладно, пошли. Эй! Я придумал еще кое-что! Что ты придумал, Лавкач? Тебя поймает Тугодум. Ты уверен, Лавкач? Верь мне. Ой. Попался, гаденыш! Сейчас я тебя! Я стою, Тугодум. Тугодум, тебя не кусают пчелки в штанах? Быстро! Снимай штаны! Штаны! Да, штаны! Ой, фу! Они у нас. Нам пора! Эй, мои штаны! Попробуй забрать их!
Ах ты! А ну вернись! Bizni ish qilib topib olmaydimi? Bu o'rmondagi eng yaxshi joy. Hech kim bu yerni topa olmaydi. Ayniqsa anavi ahmoq. Iya? Uf, buncha badbo'y bo'lmasa. Quvnoq zerikmaslikni zo'r yo'lini topdi. Qani ketdik. Navbatga turish kerakmish. Hali ko'rasizlar. Ajoyib, ajoyib. Hoy, qaytar. Trollar hujumi. Tezroq. Bo'la qolinglar. Qurollaning. Tayyorlaning. Trollar hujumi. Trollar? Sizlar adashdingiz. Bu trollar emas. Bu Xo'ldira. U trolga o'xshab qopti. Men troll emasman. Narsalarimni trollar o'g'irladi. Qanaqasiga? Qo'ligimni quritgani qo'ygandim. Keyin birdan boringlar. hech qachon elflar trollar kiyimini kiymagan bo'lardi. Xoldiradan tashqari. Quvnoq. Bu ne ishi? Bu uchun qasos olaman. Unga elflar kiyimini kiyish azob beradi. Topdim. Mana shunaqa quvnoq. Mana shunaqa bo'ladi. Hali meni ustimdan kulmoqchimiding? Yangi quvnoq. Qornim ochdi. Ya? Bu elf-ku. Nima? Elf? Qani, qayerda?
Ana u yerda elf turibdi. Bir o'zingmisan? Ha, shunaqa. Sizlarni hisoblamaganda bir o'zimman. Ushla uni. Yaramas, ey. Nega ular meni elf deb o'ylashyapti? Axir men trollman, quvnoq. Axir meni qani? Dumim qani? G'oyib bo'libdi. Ha, bu yaramas trollarning ishlari. Bu meni qalpog'im emas-ku. Endi nima qilaman? Quvnoq, quvnoq. Bu kulgili emas. Quvnoq, hazillashma. Hoy, kimsan? Bu axir menman-ku. Haligi, lekin quvnoq emas-ku bu. Quvnoq, trollni kim yo'lini to'sayapti? Quvnoq, mana qayerda ekansan-da? Ha, kichkintoy ham bor. Lekin men u yerda bo'lsam, unda bu yerdagi kim? Yalmog'iz trollar. Bu yer xavfli, Xoldra kelmoqda. Qochish kerak. Bo'lmasam ta'zirimni yeyman. Nima? Xoldra? O'sha lapashang qizmi? Salom. Ana o'sha quvnoqni ko'rmadingmi? Men haligi... Sen meni kimligimni bilmaysanmi? Nima? O'zing bilmaysanmi? Kecha uxlashimdan avval men troll edim. Lekin endi... Nima? Boshing bilan yiqildingmi? Axir sen elflardansan-ku. Doim shunaqa bo'lgan, biz do'stmiz. Meni ismim nima? Albatta Kallaxumda. Kallaxum? Bu aniqmi? Ha, bu Zangor qabilamizdagi eng zo'r nom-ku. Seni qabilangdagi... Shunaqami? Kichkintoy. Sen quvnoqni ko'rmadingmi? Quvnoq, muttaham. Yo. Baqatur. Men shunchaki quvnoqni qalpog'ini kiyib olgandim. Nima bo'pti? Meni ishtonim qani? Qani gapir. Albatta, hozir shu yerda kutib tur. Oy! Yillar davomida sen menga tan berib kelyapsan. Axir ko'p ishlarda sendan ustun turaman. Ustun? Yodingdan ko'tarma. Doim birinchi o'rinda quvnoq. Yo'q. Kallaxum turadi demoqchi edim. Shunaqamidi? Men sendan avval daraxtga uchib chiqa olaman. Trollar daraxtga chiqishmaydi. Axir sen elfsan-ku. Tayyorlan. 2, 4, 6, boshladik. Bo'la qol Kallaxum. Tezroq, tezroq. Xoldra. Axir trollar balandlikdan qo'rqishmaydi-ku. Ha, men
uddaladim. Men birinchi bo'ldim. Kallaxum doim birinchi. Lekin men sen endi daraxtlar uchidan ana u daraxtga yetib borishimiz kerak. Nima? Yo'q. Zo'r ekan. Ha, yana uddaladim. Men birinchi bo'lib keldim. Lekin trollar yana nimani bilishmasdi? Ha, topdim. Quyonlarda poyga o'ynaymiz. Quyonlar bilan unchalik chiqishmayman-da. Axir sen qabiladorsan-ku. Sen mendan yaxshi minasan. Kim ikkinchi borsa, o'sha sassiq troll bo'ladi. Salom, men kallaxumlardanman. Haligi siz qarshi emasmisiz? Ana endi men g'olibman. Zo'r ekan, yashavor quyon. Tezroq bo'lsa-chi, shilliq qurt. Ya, nima bu? Nima bu? Menimcha o'z uyimdaman. Qo'ldira keldimi? Men yana yengibman-da uni. Qamishda kallaxum birinchi. Men Iya, nimani ish kelyapti? Qishloqli murabbo. Kecha uni hammaga yetkaza olmagan edik. Bugun yana qildik. Mehmon bo'l. Mana bunisini olaman. Lekin elflar doim ulashadi. Olinglar sizlar ham. Qoldira, bu yigitcha seni do'stingmi? Ha, biz eng zo'r do'stlarmiz. Qoldira menga ko'p narsalarni o'rgatdi. Chindan ham bunga chidab bo'lmaydi. Uni xulq ham, is ham xuddi trollarnikida ekan. Bu trollni ozginasi. Nima? Do'sting trollmi? Trollar ovchisi u. O'g'larni ovlaydi. Ularni yoniga sezdirmay borish uchun o'zidan xuddi shunday hid taratadi. Ularga ko'rsat, kallaxum. Trollarni izlagin. Axir sen bu ishda birinchisan-ku. Voy, bu zo'r-ku. Meni ishtonim qani quvnoq. Meni ishtonim. Uni shidi ketib qopti. Bunaqasi ketmaydi.
Muttahamlar. Uni topishim kerak. Yaramas. Quvnoq. Uni albatta topaman. Shoshmay tur hali mendan. Bir joyni bilaman. U yerda doim trollar bo'ladi. Эй, Hoy, troll! я уже... Seni izingdan keldim. Quvnoq. Baribir qo'limga tushasan. Quvnoq, yordam bering. Bo'la qol. Ular qochishyapti. Bu kallavaramlarni hozir tutaman. Ko'mirlama. Qo'mirsiqa. Yoki men, yoki sen. Men turibman, Boqatur. Meni ishtonim toza bo'lib qopti. Boqatur. Ishtoningni ichidan arilar chiqmayaptimi? Nima? Foydasi yo'q. Ha. Yo'q, quvnoq, endi foydasi yo'q. Tezroq bo'la qol, do'mboq. Ha, uddaladim buni. Nima bo'ldi, do'mboq? Va qalpog'imni qaytarib berchi? Ana endi yana birgamiz. Axir men elf edim-ku. Va men do'mboqni ov qilayotgan edim. Qalaysan? Quvnoq. Ha, bu menman, troll Quvnoq. Eng zo'r hazilkash va eng zo'r troll va eng Lekin men seni rosa laqillatdim. Bu borada men zo'rman. Lekin men Tegmadi. Sen rostdan ham Quvnoqsan. Meni eng yaxshi do'stim. bu men. Kechirasizlar-ku. Bema'nilikni yig'ishtirib, men nima topib olganimni bir ko'ring-chi. Xo'sh, nima ekan? Mana. Film Yoshlar teleradiokanalida o'zbek